Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. To'rtko'l tumani Nomina Ofinda yana bir joy yonib ketgan. Boshda 100% yonib ketgan yana. Xudo saqlasin, suv balasidan, o't balasidan har doimdek aytamiz duoda Xudo saqlasin deymiz. Kechasi bo'lgan. Hamma narsasi yonib ketgan yana. Qo'shnilar kelib, hammasi yordamda yana. Xo'p, shuncha ham aytamiz. Bizdan har doimda yetkazib berish. Shuda az aytib o'tdi og'alarimiz, nelar yonib ketgan, gilamlari, doroshkalari yonib ketgan. Qo'ldan keladi, bu gilam yo'dog'lar bo'lsa, eksantimetrdan bo'lsanglar, shularni bir gilamlarini yuvib bersanglar yaxshi bo'ladi dedi. Yuvsa yaxshi bo'ladi ekan, az aytdi. Qo'shnilar aytdi, shularni agar qo'ldan keladigan bo'lsa, shularni yuvib bersanglar yaxshi bo'ladi. Ishlatadi ekanlar yana. Gilamlar vajlari hamma narsasi natib ketgani, xarob bo'lib qolgan. Xo'p, qo'shnilar kelganina shuncha ham joy ama qo'shni oldi dedi. 100% joy yonib ketgan, hamma narsasi yonib ketgan. Qo'shnilar kelib yordamda. Sizlarning yordamlaringiz Xudo xolasa birdan like bosib, videolarimizga komment yozib, do'stlar ulashib qo'yinglar. Bizga qo'llangancha sizlarga ulashdik. Sizlar endi do'stlaringizga ulashasizlar Xudo xolasa. Suv balasini, o't balasini Xudo saqlasin. Yana qish, sovuq havo harorati yana masalan. Keçen bir joyni chiqarib edik, bugun ham shu chaqirdilar. Joyni egasi nomerini kommentda qoldirib qo'yaman. Az karta qo'ysak, har xil firibgarlar paydo bo'libdi. Videolarni olib, o'zlari karta qo'yib, shunday $2 paydo bo'lib ketibdi. Shuning uchun biza karta qo'ymaymiz, nomer qo'yamiz. Kim material tarablama, kim og'och tarablama, kim oyna eshik tarablama, kimdir qo'l ko'mak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib yordam etsanglar ham bo'laveradi. Telefon etib kelaverasizlar. Isroil degan bir do'stimizni joy ekan, qo'shnilar kelib yordam etib turibdi. O'zi toza joy ekan bu. Toza xo'jalik ekan. Nomina Ofinda. To'rrakdan kirib keldik bizlar ham. Shuning uchun Xudo xolasa o'zlaring ko'mak qilaverasizlar. Inshaalloh hamma qo'shnilar shuda. Gilamlar aytib o'tdim daroshkalarni. Shunday. Hamma kelgan. Pomni qo'shnilar, og'ayn-o'g'illar kelgan. Shuning uchun aytacakimiz og'ayn-o'g'il bilan sizlar ham o'zmayik. Qo'shnilar bilan urushmaylik inshaalloh. Shunday kunda, yaxshi kunda, yomon kunda baribir duradigan qo'shni, og'ayn-o'g'il. To'y bo'lsin, musibat bo'lsin, hamma qo'shnilar yordamda bo'ladi baribir. Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Pulni hamma joyi. Va alaykum assalom. Pulni 100% yonib ketgan joy. Baba. Xudo saqlasin. Hamma joy yonib ketgan. Pulni yashag'ida emas, chunki bu devorlar xarob bo'lgan tutunma. Shunday sal nomerni qoldiraman. Bemalol telefon qilib kelaverasizlar Xudo xolasa. Endi o'g'an qo'mishlar gap tutdi. Shunday vaqtda bilinadi o'zi. Og'ayn-o'g'an, qo'shni shunday musibatda, to'yda bilinadi dedi-ku. Shuncha aytajakim, qo'ldan kelgancha Xudo xolasa yordamlaringizni ayamaysizlar. Qo'ldan kelgancha. Kimdir pul taraflama, kimdir ko'mak taraflama, kimdir videolarni tarqatib, kimdir ulashib qo'yadi. Shunday yordam qilaverasizlar Xudo xolasa. Sog' bo'lsa, omon bo'lsa, videolarimizni qo'llab turasizlar inshaalloh.